Norveç bozori hamda yangi do'stlar. Men qo'zini kecha-ketdan o'tdekini faqat yotib olib turadi. Endi yotib turadi, ahamiyat bermayman. Men ishdan kelib bitta qarasam, shu vaqtda. Qarasam ichib o'tib, o't yemayapti. Tekshirib keldimda apteka. Oddiy dori 2000 so'mga. Yotiraman. Bu ikkita edi o'zi. Bittasi yoshligida beparvolik qilganmiz. G'ulusi bilan o'qib qo'ygan, bo'lmagan. Ko'p kelgani sababli oldindan bir qon og'ri bo'ladi. Ichib o'tib, nima bo'ladi? O'sha paytda bu doridan yarimtasini beradi. Yarimta bir mahal, yarimtasini yana bir marta berdim. Shu bilan yaxshi bo'ldi. Hozir 2 oy, 1 oydan o'tdi, 2 oy bo'lgan yo'q atrofida. Kutunini beradi, mana o'tkazib. Hozir yana bitta beraman. Natijasini ko'ramiz. Va qo'zimiz ushlab oldik. Mana bu oldingi holati endi. Ichki yo'qligi sabab menimcha sipasiz chiqadi video. Mana. Oddiy shu doricha, oddiy. Dorini berdik. Butunicha shunday og'ziga yo'sasak, bir pasda erib ketadi. Endi ko'ramiz. Kechga kelib yana qanday bo'ladi. Hozir bir mahalda shuncha o'zgargan. Shu dorini tavsiya qilaman. Ich o'tga qo'zilar bo'lsa, eng arzon varianti. Bir shu pachkasi 10 ming so'm. Adashdim. 10 tasi 3 ming so'm.